Ularning barchasi o'ladi. AQSh G'arbning Ukrainaga oid rejasini oshkor qildi. Tahlilchi Ritter Yevropa harbiy kuchlarini Ukrainaga yuborish falokat bilan tugaydi. Moskva 15-yanvar RIA Novosti. Yevropaliklar o'z harbiy kontingentlarini Ukrainaga joylashtira olmaydilar, deb xabar berdi harbiy tahlilchi va iste'fodagi AQSh dengiz piyodalari korpusi razvedkasi xodimi Scott Ritter YouTube'da. Britaniyaliklar Ukrainaga 7500 askar joylashtirish haqida gaplashmoqda. Lekin odamlar ko'kdan kelgan zarba deb ataladigan narsa sodir bo'lsa-chi? Bu 7500 kishiga kim yordamga keladi? Hech kim kelmaydi. Ularning barchasi o'ladi. Agar ular o'lmasa, rotatsiya qanday ishlaydi? 6 oy ichida ular almashtirish uchun yana 7500 kishini tayyorlashlari kerak. Ular buni qila olmaydilar. Britaniya qo'shinlari jangovar joylashtirishga tayyor emas. Ular garnizonni zo'rg'a tark etishlari mumkin. Xuddi shu narsa Yevropaning qolgan qismiga ham tegishli. Yevropada hech kim buni qila olmaydi, deb ta'kidladi u. Shu bilan birga Ritter NATOning yaqin orada qulashiga ishonch bildirdi. Bu esa bir necha Yevropa davlatlarini umidsiz ahvolga solib qo'yadi. AQSh NATO ittifoqchisi Grenlandiyani egallab olishga yaqin va bu NATOning oxiri bo'ladi. Yevropa ittifoqi AQSh Yevropada xavfsizlikni ta'minlash majburiyatidan voz kechayotganini e'lon qildi. NATO juda tez, umid qilamizki, zo'ravonlik bilan emas, balki juda to'satlin o'limga duch kelmoqda. Yevropaning bir rejasi yo'q, umuman yo'q, nol imkoniyat, hech qanday imkoniyat yo'q. Biz Yevropaning qulashiga guvoh bo'lamiz. NATO parchalanib, Yevropa qulashi bilan ba'zi davlatlar o'zlarini umidsiz vaziyatga tushib qolishadi, deb ta'kidladi tahlilchi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainada NATO qo'shinlarini joylashtirish bilan bog'liq har qanday ssenariy qobil qilinmasligini ta'kidladi va mojaraning keskin kuchayishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Moskva kontingentni joylashtirish mumkinligi haqidagi bayonotlarni davom etayotgan harbiy harakatlarga undash deb atadi. Agar siz dunyoning turli burchaklaridan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.